Her qandaq madaniyat əməliyyatda belgeden ibaret. Bu yerdeki belge deganimiz fuha degan gap. Endi bu fuhanın özü hazır ayrım bir ilim bo'lib shakllanadi. Fuha shu deyildi. Masalan olsak, qadimda kishilar o'zaro paranglashudi, o'zaro fikr almashtirdi. Ammo buni material qilib qoldirg'ili bo'lmaydi. Qoldirg'ili bo'lmagandan keyin bu yerda mushu uchurlarni saqlaydigan yana bir belgi kerak bo'ladi. O'tirdi belgi orqali saqlanadi. Bu nima deganda bu yeziq. Shu yeziq deganimiz ma'lum bir uchurning belgisi. Yeziq orqali bir qitim buni raqamga aylantirib, ondan kishilar buni o'qigan vaqtida yana raqamni yechib turib tushunadi. Demak, yeziqning o'zi barliq uchurning belgisi. Ondan mesela olma desek, olma degan bu so'z barliq reallikdagi olmalarningki bir belgisi, simvoli. Mesela olma degan so'z o bir mavhum narsa. Olmaning o'zi ko'p xil bo'ladi. Qizil olma, seriq olma, pishiq olma, to'ng olma degandek. Demak, olmaning o'zi olma degan gap bilan bir emas. Olma degan gap olmalarningki o'rtaq atilishi, ya'ni belgisi, fuho degan shu. Mesela Adem bo'lsa, hamma odamning ismi bo'ladi. To'lqin Qodir bilan reallikdagi To'lqin Qodir mohiyat jihatda hech qanday aloqasi yo'q. To'lqin Qodir degan bu bir mavhum so'z. Lekin To'lqin Qodir degan so'z mush reallikdagi To'lqin Qodirningki belgisi bo'ldi, fuho bo'ldi. Demak, mana mushundaq tushunib kelsak, dunyodagi barliq madaniyat hodislari amaliyotda belgi madaniyati, small madaniyati. Buni menimcha ko'pchilik tushundi. Hamda bu gapni deyishdan maqsad nima? Men amaliyotda yana shu savdoga munosabatlik bir narsa demoqchi. Masalan, pimpay deymiz, marka. Markaning o'zi bir belgi. Hamda tegi tekdan aytgan chog'da bu marka bilan bu mahsulotning mohiyati aloqasi yo'q. Lekin mushu jamiyatda mushu markani tashviq qilish, mushu markani kishilar qabul qilish jarayonida mushu marka bilan mavu jism, mavu mahsulotni tabiiy holda bog'lab olgan yoki bog'lashtirgan. Bog'lagandan keyin bara berib, aslida aloqasi bo'lmagan bu ikki jism, ikki xil shay bog'lanib qoldi. Masalan, ma'lum bir ichimlikni ichdik. Coca-Cola deyli yoki Hongnyo deyli. Bu Coca-Cola bu xat bilan Hongnyo degan xat bilan ichidagi suyuqlikning mohiyat jihatda hech qanday aloqasi yo'q. Lekin moshini uzoq vaqt bog'lagandan keyin bizning qallamizda bu ikkisi birlashib ketdi. Biz moshinasini birlashtirib tushundik. Shu orqali biz amaliyotda mushu markani setib olamiz. Mahsulotni setib oldik deymiz, amaliyotda biz markani setib olamiz. Markaning kuchi degan shu. Markaning tashviqoti degan shu. Tek-tekni aytgan chog'da biz mush mavhum narsani setib olamiz. Shunga e'lonchilikda, e'lon tashviqotida bu bir cho'nqur nazariya. Biz qanday qilganda mahsulotning e'lonini cho'nqur ta'sir ko'rsata olamiz. Kishilarning mangu esidan chiqmaydigan qila olamiz. Bu yerda nurg'un usullar bor. Masalan, qiziqtirish, hikoya paydo qilish, zeriktirish. Masalan, ba'zi e'lonlar bor, qayta chiqadi. Qayta chiqib odamni bezor qiladi. Lekin bezor qismi bizning qulog'imizga, bizning ko'zimizga kiravergandan keyin vaqtning o'tishi bilan biz mushu narsani tunib qolamiz. Ba'zi shunday bezor qiladigan e'lonlar bor. Oxirgi hisobda garchi biz bezor bo'lgan bo'lsak-mu, magazinga kirgan vaqtida shu narsani biz tabiiy setib olamiz. Bizning kallamizga ash narsa o'rnab ketdi degan gap. Doktor To'lqin Qodir muallimning yillik korxonchilar klubini tushunmoqchi bo'lsangiz, tuvandagi undidor bilan aloqalashing. Undan boshqa bu belgiga munosabatlik, markaga munosabatlik yana bir cho'ng misol. Dunyoning nurg'un joylarida hozir nihoyatda pul tepayotgan mush kichik bolalarga, mush sayohatga munosabatlik Disney shirkati bor, Disney bog'chisi bor. Bularmi mushu markadan nihoyatda unumli foydalangan. Bu shirkat 1923-yilda qurilgan. Qurilgan vaqtida bir Gongzoshi, mushu rassomlar karton laylaydigan bir Gongzoshi bo'lib kichik shirkat shu chog'da qurilgan. Bular qurilib nima qildi desa, ilgari biz ko'rgan mushu Milao shu Tanglaoya degan mushu chashqanning karton obrazi. Shuni sizdi. Sizib bu 27-yilga kelgan chaqda bu karton film bitdi. 28-yilga kelgan chaqda buni danq chiqdi. Bu muvaffaqiyatli bo'ldi.
Shuningdan boshlab shu biz Milao Shu degan bir chashqonning obrazi, chashqonning bir belgisi hamdi. Mushu bir danqi chiqib ketgancha keyin bora-bora bir bu sayohatchilikka aylanib, ko'ngil ichish cho'ng bir sistemaga aylanib, hozir bu Milao Shu degan bu chashqonning obrazi dunyodagi nihoyat cho'ng bir markaga aylandi. Tegtakni etsaq 11 marka hamdi. Kishilar yaratmaydigan bir chashqonning bir obrazi dunyodagi eng oldin qatordagi bir shirkatning pul topadigan, mangu pul topadigan bir belgi obrazga aylandi. Hamda buningdan kishilar shu belgiga nisbatan qanday narsaga ta'sirot qancha cho'nqur bo'ldi deganda shu ota bovisidan diqqat qilib kelgan. Mushunaq narsalarga balki ta'sirot cho'nqur bo'ldi. Shunga biz odatda shirkatga, mahsulotga belga yoki marka bekitganda cho'qim shu xalqqa yaqin turadigan, turmushga yaqin turadigan, haq asga ola oladigan mushundaq elementlar bilan marka o'rnatganimiz, marka loyihlaganimiz yaxshi. Barliq mahsulotning cho'qim markasi bo'ladi. Marka bilan e'lonchilik kasbi hozir birlashib ketdi-da. Cho'qim marka bo'lish kerak. Marka degan bir ayrim bor. Pimpay Yingshao degan hozir ayrim bir fan bo'lib shakllandi.